Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda usul taharet münasebetlik mezmunlar hakkında toxtulup bugün mundaq deydi. Teximi bek pakiz bolsun degan maqsadda qo'lini topuq sürtishning hukmi, buning mezmuni qandaq? Tafsilotni biz hadisninki o'zidan ko'raylik. Bu 260 numurlik hadis. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Humaydi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Humaydi İmam Bukhari'ninki eng büyük ustozlardan, bu kitobninki boshida bir rivoyat qilingan. İsmi Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi deymiz. Bu kishiniki tarjimali boshida biroz o'tgan, ammo bu yerda yana bir qistirib qo'ydigan bir taraf bor. Anvar Shah Kashmiri rahmetullahi aleyh Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi kelgan vaqtida bu İmam Shafi'ninki hamroyi, do'sti, safarlarda birga hamroh bo'lgan. İmam Shafi'ninki bayrog'ini ko'tardigan, Abu Hanifaga qarshi fikrdagi odam deb shunaq degan. İmam Buxoriymi bu odamning shogirdi bo'lg'achqa, bu shayxi agashgan deb biroz hamda İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga yon bosqandek qilib Anvar Kashmari İmam Buxoriy bilan bu Abdullah ibn Zubayr al-Humaydini biroz İmam Abu Hanifaga toza yaxshi baholarni bermagan, yaxshilik taraflarini toza his qilolmagan degandek mazmunlar to'xtalgan. Hadisni o'zininki muayyan nishoni mazhabi qilgan kishilarga nisbatan albatta qilgan vaqtda bu normal avval amaliyotda. Shunlashqa Humaydi mushta ishlarga diqqat qilsin deb biroz askartimi bergan bu yerda shuni qistirib qo'yib o'tishni to'g'ri topdik. Endi bu odam deydi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Sufyan ibn Uyayna. Bu kishi deydi bizga Amash hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Salim ibn Abi Ja'ddan, bu kishi Quraybdan, bu kishi Abdullah ibn Abbas'dan, bu kishi onamiz Maymuna radhiyallohu anha rivoyat qilgan. Bu hadisdagi ravilarning hammasiga tarjimali boshda o'tgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam junub bo'lgan vaqtida masalan yuyinmoqchi bo'lsa, avval o'zinki qo'li bilan jinsiy a'zoyini yuvadi deydi. Ondan qo'lini tomg'i surtib o'tadi deydi. Surtib o'tib, ondan qo'lini yuvib, ondan tarat oladi. Ay namozga tarat olgan o'xshash holatda. Endi yuyinib, o'zining badallaridan yuvib bo'lgan vaqtida ondan ikki butun yuvadi degan. Bu hadisninki umum mazmuni boshidagi hadislarda o'tgan, faqat o'xshamaydigan tarafi boshidagi hadisda to'pig'a deb rivoyat yerga degan mazmun bayon qilinganda, lekin bu hadisda tomg'a deyilgan. Yana birisi bu yerda summa iboratini keltirish orqali bu taratdagi tartibotni bayon qilib o'tyapti. Biz bu hadis to'g'risida biz faqat shunchalik to'xtalamiz.